O'zi internet nima? Bu WhatsApp nima bu? WhatsApp degan narsani, internet degan narsa bu umuman bir katta ummonki, uni ikki eshigi bor. Biri yaxshilik eshigi, biri yomonlik eshigi. Ana shu bir yomonlik eshigidan kirayotgan odamlarga aytamiz. Har xil kino filmlarni jo'natayotgan insonlarga aytamiz. Fahsh suratlarni jo'natayotgan insonlarga biz gapimiz borki, ana shu tanishuv saytlarida bir-birlarini avratlarini ko'rsatib, avrati ochiq turgan qizlarga klaslarini bosayotgan yosh ukalarimizga aytamizki, xohlaganinglarni qilaveringlar, lekin shunday bir kitob borki, u kichkina ham, katta gunohni ham qo'ymay, barchasini hisoblab bitib qo'yadi. Kahf surasi 49-oyat. Oyatda shunday kelyaptiki, xohlaganingni qilaver. Lekin shunday bir kitob borki, u kichkina ham, katta gunohini ham qo'ymay, barchasini hisoblab bitib qo'yadi, deyapti 49-oyatda Kahf surasida. Shunday xabarlardan qo'rqib, shunday xabarlardan xavotirga tushayotgan insonlar ham yo'q emas. Endi ertaga qiyomat bo'ladi, dahshatli qiyomatni yo'parasida turibmiz. Ertaga bo'lib qolish xavfi bor desa, hech kim parvo qilmay qo'ydi, nauzubillah. Uni biroviga jo'natmaydi ham, birovga aytmaydi ham, unga parvoyi halak. Subhanalloh, shunday holatga tushib qoldimi endi musulmonlar? Endi shu yomonlik eshigidan kirayotgan ukalarimizga aytamiz internetga. Sen kirayotganingda unutmaginki, yelkangdagi ikki farishta har bir ishlaringni, yaxshiligingni ham, yomonligingni ham yozib borayotgan farishtalarni unutmagin. Ana shu qizlarga klas bosayotganingni, bir-birlaringga fahsh suratlarni jo'natayotganlaring, bir-birlaringga ana shu noshar'iy kino filmlarni jo'natayotganlaringni Alloh taolo yozib bitib qo'yadi. Tirikligingda zarracha qilgan yaxshiliging ham hisobga olinadi. Lekin erta qiyomatda tog'dek oltinlarni sarf qilsang ham orqaga qaytara olmaysan. Alloh taolo Qur'oni Karimda "Famay ya'mal mithqala zarratin khayran yarah va may ya'mal mithqala zarratin sharran yarah" dedi. Buni albatta hamma eshitgan, zarra miqdorida yaxshilik qilsangiz ham, zarra miqdorida yomonlik qilsangiz ham Alloh taolo hammasini yozib qo'yadi. Endi biz yomonlik eshigidan kirayotganlarga aytamizki, juda bir daqiq bo'lsinlar, mana shu oyatlarni yodda tutsinlar. Mana endi shularni jo'natinglar mana. Aka-ukalarga jo'natinglar, birodarlarga jo'natinglar, toki yomonlik eshiklarini yopib, yaxshilik eshiklaridan kirsin internetga.